alamlaring yut ayol. Bak bu bir kam dunyoda kimning baxti but ayol. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Bak bu bir kam dunyoda kimning baxti but ayol. Barcha hamkasblarimizni, ustozlarimizni bugungi 8-mart bilan tabriklaymiz. Shunday sovg'alarni uyushtirgan ustoz domlalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Erkaklarimiz bizga beminnat qimmatbaho sovg'alar berishdi. Bulardan bizning ko'nglimiz juda ham to'ldi. Barcha ayollarimizni, xotin-qizlarni, buvijonlarimiz va opa-singillarimizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklayman.